Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringdek Quyosh mini stansiyasi bu nima uchun kerak deganlar uchun mana 4 ko'zli kameramizni ishlatish uchun kerak. Akalar zaryad berib turadi bu. Xullas akalar, endi quyosh chiqmayapti-yu 2 kun 3 kundan beri degan videolar uchun, xullas mana videolar uchun aka yana aytaman. Type-C zaryadchida ham ishlatsalar ham bo'ladi, to'kka suqib qo'ysalar ham bo'laveradi. Kattagina kanday bor, qo'ni-qo'shnilar bilan bemalol gaplashaverasizlar. Musofirda bo'lsalar ham akalar. Xullas qaranglar. O'ng tomon, chap tomonga 2 o'chakkadan surib qo'yaverasizlar. Oldiga to'g'rini olib turadi. Mana jangarilar o'tadimi, xullas o'g'rilar o'tadimi, nima o'tsa ham xullas mana harakatlanib turaveradi akalar. Kattagina batareykasi bor, mana ko'ryapsizlar. Moshni. Xullas dunyoni istalgan joyda turib boshqarib gaplashaverasizlar. Mana uni telefonlaringdan aylantirsalar ham bo'ladi. Sim kartaga ishlaydi akalar. Dastavkasi ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Telefonlaringga uстановка qilib ko'ramiz. Ishlatasizlar. Katstivasini so'raganlar uchun ishlatib, xullas pul bergandan keyin yo'qsa 100 ming so'm zakolat tashlab berasiz. Qolganini mana shu kamera borgandan keyin to'lovini qilib yuborasizlar aka. Hozir bundan qaranglar akalar. Qayerga beryapmiz? Hop. Bundan mana Monster kameramizdan Qashqadaryo viloyati Qamash tumaniga beryapmiz. Akamiz Toshkentda safarda ekanlar. Xullas uylarga chiqarib yuboryapmiz. Qashqadaryoga xullas yetib boradi Qamash tumaniga. Dastavka bepul, unisiga ketdi akalar. Telegramdan aloqa chiqaramiz.